Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan C va C++ dasturlash tillarida ma'lumot turlari data types to'liq qo'llanma shu haqida gaplashamiz. Endi dastavval qaysi mavzularni to'liq gaplashib o'tamiz, batafsil gaplashib o'tamiz. Shular haqida gaplashamiz. Birinchi qismda nega bu mavzu muhim degan savolga to'liq batafsil javob beramiz. Ikkinchi qadamimizda bit va baytliklar asoslarini o'rganamiz. 3. Sonlarning binary tizimda ifodalanishi, ikkilik ko'rinishda ifodalanishi va 4-qismda fundamental asosiy ma'lumot turlari, ya'ni data typeslar haqida gaplashamiz. Va size of operator haqida gaplashamiz. Undan keyin signet va unsigned turlar, signed va unsigned turlar haqida gaplashamiz. Bundan tashqari to's complement, signed sonlarning ichki tuzilishi haqida gaplashamiz. Overflowlar haqida gaplashamiz. Qisqasi mana bu narsa bizda bugungi mavzularda gaplashib o'tadigan mavzularni mundarejasi. Davom etamiz. Birinchi o'rinda nega bu mavzu muhim degan savolga javob topamiz. C va C++ bu yaqin metal, ya'ni close to metal tillar, ya'ni siz yozgan har bir o'zgaruvchi xotirada aniq nechta bayt yoki bit egallashini, u qanday bitlar ketma-ketligi bilan ifodalanishini bilishingiz kerak. Mana shu ikkita narsa, mana shu muhim, mana shu gap muhim, juda muhim. Lekin masalan Python yoki JavaScript kabi tillarda integer turi umumiy holatda turi cheksiz kattalikda bo'lishi mumkin va til buni siz uchun avtomatik boshqaradi. Ya'ni Pythonda ba'zi nimalarda cheksiz o'zi boshqaradi. Va lekin C yoki C++ da esa boshqacha. Har bir tur qat'iy o'lcham, ya'ni buni fixed size atamasi bilan atashingiz mumkin, ya'ni fixed size ga ega. Va agar siz mana shu fixed size, ya'ni qat'iy o'lcham chegaralaridan chiqib ketsangiz, natija kutilmagan bo'lishi mumkin. Undefined bo'lishi mumkin yoki implementation defined. Hokazo. Bu mavzuni chuqur tushunish quyidagilar uchun zarur. Birinchi o'rinda xotirani samarali ishlatish. Ya'ni memory constraint tizimlar bo'lishi mumkin, embedded sistemlar bo'lishi mumkin. Integer overflow kabi xatolarning oldini olish, bu xavfsizlik zaifliklariga olib kelishi mumkin. Turli platformalar orasida portable kod yozish uchun va yoki bit manipulation, low level optimizatsiyasi va network protokol dasturlash uchun kerak bo'lishligi mumkin. Ya'ni bu mavzu, bu fundament, asosiy mavzu. Shuning uchun bu juda muhim mavzu hisoblanadi. Ikkinchi qismga o'tamiz. Bit va bayt asoslari. Birinchi shunaqa savol berilishi mumkin. Kompyuter xotirasining eng kichik birligi bu bit. Binary digit so'zidan kelib chiqqan, ya'ni bit. Buni tasavvur qilishlaringiz uchun aytaylik, mana bu yerga bitta katak bor va o'sha katak bir bitni ifodalaydi. Bir bit. Ana endi bitning qiymati faqat ikkita bo'lishi mumkin, 0 yoki 1. Buni qanaqa tushunish mumkin?
Mana shuni aniqlanish sohasi, ya'ni 2 ni birinchisi 2 xil bo'ladi. Ya'ni birinchisi bo'lishligi mumkin, 0 bo'lishligi mumkin. Bitta holat. Ikkinchisi bo'lishligi mumkin, 1 bo'lishligi mumkin. Ikkita holat. Ya'ni bitta ifodalanishi mumkin bo'lgan, kodlanishi mumkin bo'lgan elementlar soni 2 xil. Mana bu yerga yozib qo'yamiz. 2 xil. Ya'ni mana shu bitta katak 2 xil narsani ifodalay oladi. Abdurahmon dashtagi ekan. Ha, bilaman. Bundan nimani tushunishligimiz mumkin? Bunga sabablar haqida ham oz gaplashib o'tamiz. Bunga asosiy sabablardan biri kompyuterlarda razryad bor yoki yo'qligiga ko'ra, ya'ni agar elektron bitta sim desak, o'sha sim orqali bilan pochkaga elektronliklar kelyapti yoki elektron kelmayapti degan savolga javob beradigan bo'lsak, agar elektron kelayotgan bo'lsa, elektron oqimi plus, ya'ni bor razryad bor bo'ladigan bo'lsa 1 da ifodalaydi, razryad yo'q bo'ladigan bo'lsa 2 ni ifodalaydi. Shuning uchun har bir bitda 2 xil 1 va 0 ni ifodalay olish mumkin fizik jihatdan va har qanday zamonaviy hozirgi kundagi kompyuter sistemalari mana shu mexanizm asosida ishlaydi. Endi bayt haqida gaplashamiz. Odatda 8 ta bitdan tashkil topgan guruh bayt hisoblanadi. Keling, shu gapda birdaniga baytni ham ifodalab ketamiz. 8 ta bo'lishligi kerak mana. Bir, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ya'ni 8 ta bit birlashib bitta baytni beradi va biz bu yerga 1 bayt deb yozib qo'yamiz. Ya'ni 1 bayt ma'lumot. Endi uning necha xil ma'lumot ifodalay olishi o'z-o'zidan ma'lumki, bizda mana bu har bitta katak 2 tani ifodalasa, keyingi katak ham 2 tani. 2 ta bilan 2 ta kombinatorikaga ko'ra 2 ta to'plamlarda ko'paytmasida, tekrar ko'paytmas kombinatorikaga ko'ra. Shunda 4 xil bo'ladi. Ya'ni mana bunday holatda birinchisi 0 va 1 bo'ladigan bo'lsa, keyingisi 0 va 1 bo'ladigan bo'lsa, mana shunda 4 xil kombinatsiya paydo bo'ladi. Mana kombinatorika tizimida ko'rsataman. Birinchi holat 0 0, 2 ta element haqida gaplashyapmiz. 2 ta bit haqida. Ikkinchi holat 0 1, uchinchi holat 1 0, to'rtinchi holat 1 1. Ya'ni bu nimani ifodalaymiz? Ya'ni agar 2 ta bit bo'ladigan bo'lsa, ularning kodlay oladiganlar soni haqida gaplashyapmiz. Bu nima degani? Bu degani bizda 8 ta bit bo'ladigan bo'lsa, 2 ni 8 marta o'ziga ko'paytir. Ya'ni 2 ni 8-darajasi degan. Bu 256 xil turli ma'lumot saqlayoladi, bir-biridan farqli bo'lgan. Buni xulosa qilishligimiz mumkin. Bir baytda 256 xil narsani ifodalay olishimiz mumkin, bir-biridan farqli bo'lgan. Davom etamiz. Deyarli barcha zamonaviy tizimlarda 1 bayt 8 bit deb qabul qilingan. Bu C standartida char bit konstantasi orqali ifodalanadi. Eslab qolingizlar, char bit va u har doim 8 bo'lishi shart emas, lekin amalda, ya'ni 99% hollarda bu 8 ga teng va bu juda muhim hisoblanadi. 8 bitli bayt necha xil qiymatni ifodalay oladi? Hozir mana doskada hisoblab berdim, shuni ko'rsatadi. 2 ning 8-si 256 ta qiymat, ya'ni 226 xil bir-biridan farqli narsalarni kodlay oladi. Agar biz shuni, masalan, son o'qida, masalan, mana bu son o'qi bo'ladigan bo'lsa, 0 dan boshlaydigan bo'lsak, undan keyin 1, hokazo 2, hokazo ketadigan bo'lsak,
O'shanda bu 256 xil narsani ifodalaydi. 0 bilan qo'shilib 255 ta bo'ladi. Ya'ni 0 ham bitta simvolda. Shundayga u butun sonlarni ifodalamoqchi bo'lsa, agar unsigned bo'lsa, o'shanda 0 dan 256 mana shu intervalda, ya'ni bu tomoni 0 va bu tomoni 255 ifodalay oladi. Buni mana bunaqa holatda ham olish mumkin. Bu 0, ikkinchisi 2 ni 8-inchisi -1 deb ifodalash ham mumkin. Bu tushunarli bo'lsa, aniqlanish sohasi, ya'ni shuncha data sig'ishligi mumkin. Umumiy formula agar bir necha bayt yoki bitni birlashtirsak, mana bu formula bilan ifodalanadi deyishyapti. Ya'ni bu qanaqa formula? 2 darajada bit soni. Aytaylik, masalan, bit shuni qo'zgan bit soni. Xo'p, masalan, bunda mana bu jadvaldan ko'rish mumkin. 8 bit bo'ladigan bo'lsa, bu 1 bayt. Shunda 2 ni 8-inchisi 256 xil qiymatni ifodalay oladi. Va nomi bayt. Agar 8 ga 2 marta, ya'ni 16 bit ma'lumotli bo'ladigan bo'lsa, 2 bayt hisoblanadi va bu 2 ning 16-inchisi bo'ladi. 65536. Mana bu 4 talasini iloji boricha mana yodlab qolishlik kerak. Uchalasini yodlash ehtimoli bor. Mana uchalasini yodlash, lekin mana 3-4-chisini yodlash ehtimoli yo'q, juda katta son bo'lgani uchun. Bilishlik kerak. Bu half volt deyiladi. 32 bitli tizimlarda nima bo'ladi? 4 bayt bo'ladi va 2 ning 32-chisi 4 milliard 294 million 967 ming 296 da bir-biridan farqli bo'lgan kombinatsiyalarni ifodalay oladi. Word deb ataladi bu. Va double word esa juda cheksiz 2 ni 64-chisini beradi. Menimcha bu tushunarli bo'ldi. Umumiy holatda bitlar, baytlar. Endi davom etamiz. Savollar bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Sonlarning binary tizimida ifodalanishi degan tushuncha bor. Kundalik hayotda biz decimal, ya'ni o'nlik, 10 asosli tizimdan foydalanamiz. Kompyuter esa ichki jarayonlarda binary, ya'ni ikkilik 2 asosli tizimdan foydalanadi. Video yozib ketaylik, demak 2 ta belgi simvol ishlatadigan bo'lsak, demak bu binary bo'lar ekan. 2 ta simvolni ham yozib ketishimiz mumkin. Mana bu to'plam sifatida 0 va 1. Agar undan keyin 3 talik bor, 4 talik va hokazo bor. 3lik bo'lishi mumkin va hokazo. 8lik bo'lishi mumkin va hokazo. Bir de 10lik bor va 16lik bor. Shunda masalan 10likni biz decimal deymiz. Va bunda 10 ta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta simvoldan foydalaniladi. Shunga ko'ra binary tizimda foydalaniladi ikkitadan, chunki elektron sxemalarda faqat ikkita holatni ifodalashlik mumkin. Kuchlanish bor bo'lishligi mumkin va kuchlanish yo'q bo'lishligi mumkin. Ikkita holat bo'lgandan keyin boya bir bitda ikkita holat, kuchlanish borligi 1, kuchlanish yo'qligi 0. Ishonchli ravishda farqlay oladi. Har qanday pozitsion sanoq tizimda son quyidagi formula bilan hisoblanadi. Buni
Formulani yozib qo'yamiz chiroyli qilib. Demak, mana bu formula. Summa bizlar raqam i, ya'ni i'nchi indeksdagi raqam ko'paygan asos va uning darajasida postilik pozitsiya i. Mana shu holatda. Har qanday sonli sanoq sistemada. Ikkilik sonda, masalan, misol uchun ikkilik sonimizda 1 0 1 1 bo'lishligi mumkin. Bu sonni binary ko'rinishda ifodalaydigan bo'lsak, e'tibor beringizlar, biz pozitsion sanoq sistemalarida oxirdan teskariga qarab, mana bu yoqqa qarab pozitsiya qo'yib chiqamiz. 0-pozitsiya, 1-pozitsiyada turibdi, 2-pozitsiya va 3-pozitsiya. Endi umumiy raqamni ifodalamoqchimiz. O'shanda qanaqa bo'ladi? Masalan, qiymat barobar. Birinchi o'rinda pozitsiyasi muhim dedik. Mana buni pozitsiyasi 3. Raqamni o'zi, raqam i 1. 1 ko'paygan 2 ni pozitsiyasi 3. Plus keyingisi 0 ko'paygan raqam. Yo, 2 ning pozitsiyasi kerak. Ikkinchisi plus 1 ko'paygan 2 ni birinchisi plus 1 ko'paygan 2 ni nollinchisi. Shunda 1 ko'paygan 2 ni 8 plus 0 ko'paygan 2 ni ikkinchisi 4 bo'ladi. 4 kare 0 plus 2 plus 2 ni 1 1 barobar 8 ga 2 10, 1 ni qo'shsak 11. Ya'ni bu son, mana bu son ikkilik ko'rinishda, agar biz uni 11 deb yozsak, bu 10lik ko'rinishda bo'ladi. Mana shu holatda. Mana desimal ko'rinish. 1 baytlik 8 bitli unsigned son misolida. Masalan 0008 dan va 111 gacha 0 dan 256 gacha qiymatni ifodalay oladi. Desimalda. Demak, boya aytganimdek 1 baytda 2 ni 8-inchisi, chunki 8 ta bit bor, 256 xil kombinatsiyani ifodalanadi. Agar 256 xil kombinatsiyani 0 va 1 orqali ifodalasak, hammasi 0 bo'lishligi bitta holat, hammasi 0 bo'lishligi va oxirisida 1, hammasi 0 bo'lishligi va birinchi pozitsiyada 1 bo'lishligi, hokazo shunaqa farqlab biz mana shunaqangi 256 xil kombinatsiyani yaratishligimiz mumkin. Bundan tashqari kompyuter dasturlashda 16lik heksadesimal asosli tizim ham keng qo'llanadi, chunki bu binary bilan qulay moslashadi. Har bir raqam aynan 4 bitga to'g'ri keladi. Shuning uchun 16lik tizimda ham ifodalashimiz mumkin. Endi bularni
C va C++ da literal yozilish shakllari bor. Hozir ko'rib o'tamiz. Masalan, integer A42 bu desimal, buni 10lik sanaq emas. Integer B oldiga 0, undan keyin x qo'yib, keyin sonni haqiqiy matematikada yoziladigan 16lik sanoq emasda faqat oldiga 0x prefiks qo'yamiz. C 0 kelsa oktal 0 prefiksi 42 emas 8 asosli. Shunaqa. Bundan tashqarida bu 0b desak, bu binary ko'rinishi. C++ 14 dan GCC slang extension sifatida ham C da bor. Hokazo. Davom etamiz. Bu shu yergacha tushunarli bo'lsa, fundamental ma'lumot turlari bor. Asosiy C va C++ standarti aniq bayt o'lchamlarini belgilamaydi. U faqat minimal kafolatlangan diapazonlarni belgilaydi. Ammo amalda ko'pchilik zamonaviy 64 bitli tizimlarda Linux bo'lishi mumkin, Windows operatsion sistema bo'lishi mumkin, MacOS yoki GCC, Slang yoki MSVC quyidagi o'lchamlar odatiy hisoblanadi. Butun sonlar integer turlari uchun tur nomi char, ya'ni charakter belgini ifodalaydi. 1 bayt yetadi. Ya'ni 1 bayt degani 8 ta bit bor, ya'ni 8 ta katak bor. Va har birida bu 2 ni 8-inchisi 256 xil kombinatsiyani ifodalanadi. Nimaga bu mana bu holatni ifodalayapti, shuni tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu holat bor. Agar biz 2 ni 8-inchisini 256 xilini hammasini faqat musbat sonlarga bersak, o'shanda 0 dan boshlanadi toki o'sha 256 dan bitta kam, ya'ni 255 gacha bo'ladi. Buni shunday ifodalashimiz mumkin. Masalan, biza kiruvchi bit n desak, ikki xil holat bo'ladi. Birinchi holat, ikkinchi holat. Birinchi holatda 0 dan boshlanadi ifodalash. Plus 2 ni n-chisini minus 1 ga tenglashtiramiz. Ya'ni 0 2 ni 8-inchi 256 255. 0 dan boshlab 255 mana shu intervalda bo'ladi. Butun son bo'ladi. Ifodalay oladi. Ikkinchi holat. Ikkinchi holatda 127 bor. Masalan, 256 ning yarmi yarmini ifodalay oladi, ya'ni 128 xil kombinatsiyani ifodalay oladi. Bunda mana bu ko'rsatilyapti. 127 minusda plus 127 plusda, ya'ni manfiy sonlarni ham ifodalay oladi. Shunga ko'ra bu aniqlanish sohasi
hisoblanadi. Oradagi bir bit manfiy yoki musbat ekanligini belgisini ifodalash uchun ishlatiladi kodlashda. Bundan tashqari signed character bor. 1 byte 128 127. Unsigned character 1 byte 0255. Aniq ifodalanadi 128 da va 127 da 0256. Short turi bor, short int 2 byte 2 byte bo'lganligi uchun kamida deyiladi, lekin short byte da 0 dan 65535 gacha ifodalanadi. Integer turi 4 byte kamida bu, lekin unsigned int bo'ladigan bo'lsa 4 byte 0 dan bu aytganimdek 4 milliard 294 million 967 ming 295 ni ifodalay oladi. Long turi bor 4 yoki 8 byte. Qisqasi bularda umumiy holati mana shu turlarda hammasi mana bu baytlar soniga bog'liq holatda dekodlanishi mumkin umumiy holatda. Endi haqiqiy sonlar haqida gaplashamiz. Floating point type'lar haqida. Birinchisi integer turi edi. Tur bor, masalan, odatiy o'lcham float turi uchun 4 byte 32 bit, ya'ni 2 ning 32-inchisi 4 milliard 296 million shuni ifodalay oladi. Standart nom berilgan IEEE 754 standart bo'yicha Sini precision orqali taqriban 6-7 desimal digit aniqlik bilan hisoblay oladi. 8 byte 15-16 desimal digit aniqlik bilan hisoblay oladi. Long double platformaga bog'liq 16 bitgacha aniqlay oladi. Endi boshqa asosiy turlar butun son ketdi, float ketdi. Boolean tur 1 byte. 1 byte 8 ta bit shu. C++ turida C99 da boolean turi bor, shuncha 1 byte egallaydi ekan xotiradan. Void turi 0 byte. Vchar turi bor 2 yoki 4 byte keng belgi. Muhim eslatmani eslatib o'tishyapti. Standart faqat quyidagi tartibni kafolatlaydi. Size of character, size of short, qisqaroq size of int, size of long, size of long. Aniq sonlarni emas. Shu sababli portable kod yozishda size of yoki fixed with bo'limi tiladi. 5-qism bizda C yoki C++ dasturida bu operator bor, size of degan operator. Bu operator compile time operator hisoblanadi. Muhim jihati bu funksiya emas, qavs ochilishligi bu funksiya ekanligini bildirmaydi. Bu compile vaqtida runtime emas, ikki xil time bor o'zi, compile time bor, runtime bor. Bunda compile time operator hisoblanadi. U berilgan tur yoki o'zgaruvchi necha byte egallashini qaytaradi. Masalan, char turi qaytaradi necha hokazo. Har bir turda qancha nimani qaytarishini qaytaradi. Ha, o'lim borib bering, hozir ovqatga boraman hozir. Boboni chaqirib chiq. Hasmi chiqaman.
Zoo format size turi uchun ishlatiladi. Unsigned integer turi uchun. Size of natijasi doim size unsigned bo'lgani uchun uni signed son bilan solishtirishda ehtiyot bo'ling. Shuni. Mana shunaqa holatlarda ehtiyot bo'lishlik kerak. Bizda bu yerda signed va unsigned turlar degan tushuncha bor. Har bir integer tur ikki xil rejimda bo'lishi mumkin. Birinchisi signed tur manfiy yoki musbat sonlarni ifodalaydi. Masalan, 8 ta bo'ladigan bo'lsa 128 dan plus 127 gacha. Unsigned tur faqat manfiy bo'lmagan sonlarni ifodalaydi. Shu tufayli musbat diapazon 2 barobar kattaroq, masalan 0 dan 255 gacha. Buning sababi oddiy bitlar soni bir xil, masalan 8 bitga hisoblansa, lekin signed turda bitlarning yarmi manfiy sonlar uchun band qilinadi. 1 baytlik, ya'ni 8 bit misoli unsigned charakter va signed charakter. Men formula shu boyagi gapirgan gaplarim. Diqqat qiling, signed turda manfiy tomon bitta ko'proq qiymat oladi. Buning sababi bo'lim 7 tushuntiriladi. To'rt baytlik integer. Endi C++ standartida char, signed char va unsigned char bu 3 ta har xil tur hisoblanadi. Garchi hammasi 1 bayt bo'lsa ham. Charakterning o'z signed yoki unsigned ekanligi compiler platformaga bog'liq. Masalan, x86 da GCC odatda charni signed qiladi. ARMda esa ko'pincha unsigned. Shu sababli agar charni son sifatida islatmoqchi bo'lsangiz va aniq harakatlar kerak bo'lsa, har doim signed char yoki unsigned charni aniq ko'rsating. Bu good practice hisoblanadi. Faqat shu video yetadi, keyingi videoda davom etamiz.